Dünyadaki baylık doğrusunda hemen mandaq bir transferini anlap bakalım. Yani bütün dünyadaki 80% baylık 20% adamın kolunda. Bu yerdeki 80% adam azgın 20% baylıkını talışıdı dep. Hazır bu transfer allı burun özgürüp 97'de 3 kep oldu. Yeni bütün dünyadaki 97% baylık fakat 3% adamların kolunda. Endi bu yerda eşip qalgan 3% baylıqni olsa, qalgan bizga o'xshash odatdagi 97% odam talışıdı deb transfer allı burun özgür bo'ldi. Endi bu yerda Lobetichinki ziyatını shundaq deydigan bir gapi bor. Ular namratlashib ketsin deb. Endi bu mazmun to'liq ko'rib baxsanglar, bu maktablar bizga hech qachon pul tepishni o'rgatmaydi, balki xizmat qilishni o'rgatadi. Mayli boshlang'ich, mayli o'rta maktab, mayli oliy maktabda o'qiylik, bu vaqtning o'zida hammasi bizga qanday qilib buyruq bo'ysunadigan, qanday qilib yaxshi xizmat qiladigan, bir kun 8 saat ishlab maaş aladigan mushundaq ishni o'rgatadi. Almisaqdan boylikqa intilishni, boy bo'lishni, pul tepishni o'rgatmaydi deydi. Endi bu yerda Baydadan va Namratadam degan kitob butun xalqaro dangliq bu 50 milliondan ortiq nashr qilinib, 50 necha xil tarjima qilinib, necha yil uda butun dunyo setilish miqdori birinchi o'ringa o'tgan kitob. Endi o'tganlarda Uyg'urcha tarjimasini chiqdi ham, men davlat tilidagini satgan. Uyg'urchasini nurg'unlar setib oldi, nəhayət g'ulg'ul qo'zg'adi shu vaqtning o'zida mujnami. Endi mushlarning ichida mayli Uyg'urchasini, mayli davlat tilidagini setib olgandan keyin, o'qigandan keyin toza o'zlashtirolmagan. Bu darajadalik danglib u bu qilib ketgan kuchlik qilib bir huzur olamagan, o'ziga bir ideyasi ta'sir qilmaganlarmi nurg'un. Endi chunki bu yerdagi hammamizning tushunish qobiliyati o'xshamaydi. Har bir odamning bilim qurilmasi o'xshashmaydi. Shuning uchun ham mang ta'sir qilgan narsa sizlarga ta'sir qilmasligi mumkin. Sizlarga shunday ta'sir qilib kulgili bilingan bir narsa men uchun bir bema'ni bo'lishi mumkin. Masalan, 4 klassik asarning o'zida Subuydan so'zlagan vaqtning o'zida nurg'unlar bilan Yangshankul nuqtasida ko'rganlik uchun bu yerdagi Linchunga nait istashlik ishchag'ir tushunsin so'zlagan. Endi men bu yerdagi Linchungningki xarakterdagi ojizlik, buning katta ayollik nisbatan bir xumsizlik, amal mansabga nait yaxshi ko'radigan mo taraflardan uning keyin butunlay Yangshankul nuqtasida emas, yeni bir nuqtadan turib nurg'un mazmunlarni tushuntirib bergankin, deb nurg'unlar boshqacha bir tuyg'uga keldi. Mayli uch parchalik, mayli g'arb sayatini so'zlaganda, mening so'zlagan mazmunimni anglagandan keyin qaytib ko'rpaqdi hatto shu qismni. Shuning uchun men bu yerda o'zimning tushuntirish qobiliyatim xili yaxshi deb o'ylayman. Hamda har qanday ma'lum bir kitob, ma'lum bir kino bo'lsin, ma'lum bir odamning shunday yeyishib bergan, tushuntirib bergan bilmasini anglagandan keyin biz ko'rsak yoki o'qisak texim yaxshi tushuna olamiz. Shuning uchun men ma'qulimki Baydadan va Namratadam degan bu kitobni tafsili yeyishib, izib tushuntirib, buningki yadroliq mazmuni, markaziy ideyasi biz nimalarga diqqat qilishimiz kerak. Bu kitobda avtor bizga zaten nima demoqchi deganlarning hammasini mana shu qadi kitob darsxonasiga akirib qo'ydim. To'liq uch qism qilib, hamda bundan keyin yangi dialog kelganda balki yangi qismi yana davomli yanglishi mumkin. Bu kitobning Uyg'urchasining basini qimmat ko'rib qolgan, davlat tilidagisini o'qish saviyam yetmaydi deganlar, men so'zlagan yashim banbanisini olsanglar, basmu azan ham yaxshi tushuna olasizlar. Men tushundirgandan keyin shundami? Shuning uchun bu yerga qadi kitob darsxonasida hammalarga tavsiya qilaman. Qadi kitob bir deb yazsanglar salon chiqdi, shu yerdan kirsanglar bo'ldi. Faqat topamaganlar qadi kitob deb yazsanglar undidar chiqdi, shu yerdan shu darsni men anglagan bor deysangiz shuni o'zida avat bersam bo'ldi. Rahmat.